Forrest Gump. Winston Groom. Forrest va uning do'stlariga iliq munosabati uchun Jimbo Medor va Jorj Redcliffga bag'ishlanadi. Telbalik ichra bir quvonch bor. Bu faqat ovsarlarga tanishdir. Dryden. Birinchi qism. Aytishim lozimki, telbaning hayoti havas qiladigan darajada emas. Avvaliga odamlar kuladi, so'ng g'azablanishadi va senga qo'pol munosabatda bo'ladilar. Eshitishimcha, tentaklarga nisbatan muruvvatli bo'lish kerak ekan. Biroq rostini aytaman, hayotda hamisha ham bunday bo'lavermaydi. Umuman olganda nolimayman. Hayotim shundoq ham ma'nolarga to'la. Tug'ilganimdan beri ovsarman. Aqliy salohiyatim 70 dan past. Bunga shubha yo'q. Balki ongi past, ahmoqdirman. Ammo men o'zimni yarim tentak deb hisoblamayman. Mayli. Muhimi jinni emasman-ku. Tentakning jinnidan farqi bor. Sirasini aytganda o'ta sayoz fikrlamayman. Boshqalar o'ylagandan ko'ra biroz aqlliroqman. Sababi mening miyamda tashqi olamdagi manzara qanday ko'rinsa, shunday akslanmaydi. Deylik, hamma narsani yaxshi tushunaman. Ammo gapirishga kelganda kallamga tuzuk fikr kelmaydi. Masalan, ko'chadan o'tib borarkanman, bir odam hovlisida yer chopyapti. Atrofida butalar ko'p. Shunda menga aytadi: "Forrest, pul ishlab olishni istaysanmi?" Men ha deyman. Shunday qilib, uning o'rniga yer chopaman. Hamma yog'im iflos bo'ladi. Buning ustiga havo ham issiq, lekin davom etaman. Tugatganimdan so'ng u hamyonidan dollar chiqaradi. Arzimagan pul uchun men janjal ko'tarishim lozim. Lekin o'rniga $1 olaman u kamiga rahmat aytib yo'limda davom etaman. Tentaklardek la'nati pulni kaftimda tutib ketib boraman. Xullas, tushunarlimi? Ovsarlar haqida bilmagan narsam yo'q. Bunga sabab balki bu haqida ko'p o'qiganimdir. Masalan, Dostoyevskiyning Telbasi, Qirol Lirdagi masxarabozlar, Folknercha ovsarlar obrazi, Benji, hatto Vedlining masxarabozni o'ldirish asarini olaylik. Aytgancha u jiddiy yigit edi. Ammo menga ko'proq odamlar va sichqonlardagi qariya Lemmi yoqadi. Bu yozuvchi do'stlarimiz telbalarni yaxshi tushunishgan. Ha, nima kerakligini bilishgan. Umuman olganda ularning fikriga qo'shilaman. Har qanday ovsar ham qo'shilgan bo'lardi. Albatta. Hehehe. Onam fuqarolik urushi generali Nathan Bedford Forrest sharafiga menga shunday ism qo'ygan. Hatto u bilan qarindoshmiz deb yurardi. Aytishicha, general haybatli va buyuk inson bo'lgan ekan. Urushdan so'ng Ku Klux urug'ining asoschisi bo'lgan. Buvimning aytishicha, bu urug' odamlari toza bezori bo'lishgan. Bu fikrga qo'shilaman. Bizdagi bezori Pif-paf ham shunaqa odam edi. Uning shaharda do'koni bo'lardi. 12 yoshimda do'kon yonidagi vitrina tomon borarkanman, uning qo'lida arqonni ko'rdim. Uni kuzatayotganimni sezgach, arqonni bo'yniga bog'ladi-da, menga tilini chiqardi. Go'yo qo'rqitmoqchidek edi. Men yugurib borib avtoturargoh orqasiga berkindim. Politsiyachilar uyimga, onamning yoniga olib borib qo'ymagunicha o'sha yerda o'tiraverdim. Xullas, o'sha general Forrest nima karomat ko'rsatganini bilmadim-u, lekin Ku Klux urug'ini tuzish yaxshi fikr emasdi. Nima bo'lganda ham Forrest ismi peshonamga bitilgan ekan. Onam yaxshi ayol. Hamma shunday deydi. Otam juda kichkinaligimda o'lib ketgan. Shuning uchun uni tanimayman. U yuk tashuvchi bo'lib ishlardi. United Fruit kompaniyasining kemasiga banan ortayotgan krandagi katta yuk ustiga tushib ketgan va otamni kulchadek ezib tashlagan. Bu baxtsiz hodisa haqida boshqalardan eshitganman. Aytishlaricha dahshatli voqea bo'lgan. Yarim tonna banan ortilgan yuk bechora otamni majaqlab yuborgan. Shunga bo'lsa kerak bananni yoqtirmayman. Lekin puding bo'lsa yeyishim mumkin. Pudinglarni rostdan yaxshi ko'raman.
Onam United Fruit'dan nafaqa puli olar, oila daromadi kam bo'lgani uchun uyimizga ijarachi qo'yib turmush tarzimizni yengillatardi. Kichkinaligimda onam meni boshqa bolalarga qo'shmay uyda olib o'tirardi. Yoz oqshomlari uzun edi. Onam meni joyimga yotqizib barcha pardalarni yopardi. Tim qorong'ida burchakdagi tokchaga limonadli grafin qo'yib qo'yardi. So'ng ikkalamiz turli mavzularda suhbat qurardik. Xuddi mushuk yoki kuchuk bilan so'zlashayotgandek. Ammo menga bu yoqardi. O'rganib qolgandim. Onamni tinglasam xotirjam va tinch bo'lardim. Avvaliga onam ko'chada o'ynashimga ruxsat berardi. Ammo bolalar meni xo'rlashganini ko'rgach fikri o'zgardi. Bir kuni ko'chadagi bolalar yelkamga kaltak bilan urdi. Kaltak izidan yelkamda chandib qoldi. Shundan so'ng onam o'g'il bolalar bilan o'ynashimni taqiqladi. Keyin qizlar bilan o'ynay boshladim. Janjal chiqmasdi, lekin bora-bora ular meni saflariga qo'shmay qo'yishdi. Onam hamisha oddiy maktabda o'qishim tarafdori edi. Boshqalarga o'xshab yashashimni istardi. Oddiy maktabga qatnardim, lekin u yerdagilar onamga o'g'lingiz boshqa yerda o'qishi lozim deyishdi. Oddiy maktabda o'zimdan kichiklar bilan o'qiy boshladim. O'qituvchi dars o'tar ekan, men tashqaridagi qushlar, olmaxonlarni kuzatar, shu asnoda deraza ortidagi keksa dub haqida xayol surardim. O'qituvchi payqab qolsa, qulog'imdan cho'zardi. Bu g'alati o'qituvchi menga baqirar va yo'lakka chiqarib yuborardi. Burchakda toshdek qotib turardim. Boshqa bolalar men bilan o'ynamas, faqat mazax qilishardi. Faqatgina Jenni Kerran mendan qochmas, ba'zida yonida yurishimga izn berar. Shunday paytlari uygacha birga qaytardik. Bir yildan so'ng meni boshqa maktabga ko'chirishdi. G'alati maktab ekan. U yerda ajabtovur bolalar o'qir, mitti bolakaylardan tortib 16 yoshli o'smirgacha. Aqli noqisroq, ya'ni jinnilar edi. Ichida shundaylari ham bor ediki, o'zi bilib hojatga chiqa olmasdi. Ular orasidagi eng aqllisi men edim. Maktabimizda 14 yoshli baqaloq bola ham bor edi. Elektr stulga o'tirgandek qaltirab yurardi. O'qituvchimiz Margaret xonim uni vannada payti kuzatib yurishimni tayinlardi. Chunki u toyilib yiqilib tushardi. Bu maktabda 5-6 yil o'qidim. Unchalik yomon yashamadim. U yerda surat chizishga, narsalar yasashga ruxsat berishardi. Kitoblar yo'q edi. Muhim jumlalarnigina o'qishni o'rgatishardi. Masalan, ayollar va erkaklar hojatxonasidagi yozuvlarni farqlashni. Umuman u yerda zavq ololmasdik, menimcha. Bizni hech kimga zarar yetkazmasligimiz uchun ushlab turishardi. Jin ursin. Bizdek jinnilarning ozodlikda yurishi kimga ham yoqardi? Buni to'g'ri tushunaman. 13 yoshimdan o'zimda g'alati hodisalarni seza boshladim. Birinchidan, bo'yim tez o'sardi. 6 oy ichida 6 dyuymga o'sdim. Onam qo'shimcha ishtonlar berib yuborardi. Baquvvat bo'la boshladim. 16 yoshga yetguncha bo'yim 6 futu 6 dyuymga yetdi. Og'irligim esa 242 funtga. O'zim ham polvon kelbatli ekanimni ko'rib ko'zlarimga ishonmasdim. Bir kuni shunday hodisa yuz berdi. Jinnilar maktabidan uyga qaytayotgandim. Birdan yonimda notanish mashina sekinlab to'xtadi va bir yigit tushib ismimni so'radi. Men aytdim. Keyin u nega meni oldinroq ko'rmaganini, qayerda o'qiyotganimni surishtirdi. Jinnilar maktabi haqida aytganimda u mendan futbol o'ynaysanmi deb so'radi. Yo'q dedim. Men unga boshqalar o'ynayotganida meni ichkariga kiritmasliklarini aytishim mumkin edi. Lekin men ravon gapira olmasligim sabab boshimni chayqadim. 3 kundan keyin ular meni jinnilar maktabidan olib ketishdi. Onam, o'sha mashinadagi yigit va yana ikkita barzangi bor edi. Ular stolimdagi hamma narsani jigarrang qog'oz xaltaga solarkan, Margaret xonim bilan xayrlashib olishimni aytishdi. U esa birdan yig'lab yubordi va meni mahkam quchoqladi. Keyin men barcha jinnilar bilan xayrlashib chiqdim va ular ham qichqirishdi, baqirishdi, stol ustiga mushtlarni urishdi. Shunday qilib men u yerdan ketdim.
Onam o'sha yigit bilan oldinda ketayotgan edi. Men esa orqada. Xuddi kinolardagidek turmaga olib ketayotgan politsiya kabi ikki barzangi o'rtasida edim. Faqat biz qamoqqa emas, yangi maktabga keldik. Onam, yigit va men direktorning kabinetiga kirdik. Ikki barzangi esa qabulxonada qolishdi. Maktab direktorining sochlari oq, galstugiga yog' tekkan va shunchalik keng shim kiygan ediki, go'yo jinnilar maktabidan chiqib kelgandek edi. Biz stulga o'tirdik. U mendan so'ray boshladi va nimanidir tushuntira ketdi. Men shunchaki boshimni qimirlatib qo'yardim. Umuman olganda ular meni shunchaki futbol o'ynashimni xohlashlari ma'lum bo'ldi. Xullas, tushungan narsam shu edi. Ma'lum bo'lishicha, mashinadagi yigit futbol murabbiyi Fellers ekan. Men o'sha kuni darsga emas, faqat murabbiy Fellers yoniga bordim. U meni yechinish xonasiga olib kirdi va barzangi bolalardan biri menga futbol formasini barcha shaxsiy buyumlar bilan birga berdi. Panjarali dubulg'a yuzni bejamaslik uchun kerak ekan. Faqat ularda mening o'lchamimdagi poyabzallar yo'q edi. Shuning uchun ular menga maxsus poyabzal buyurtma qilgunicha bir muddat o'zimning oyoq kiyimimda yurishimga to'g'ri kelarkan. Xullas, shu kiyimni menga berishdi. Keyin yechib kiydirishdi va yana 20 marta yechishdi. Bu mashg'ulot toki men o'zim kiyib yechishni o'rgangunimcha davom etdi. Bir narsani tushunmadim. Bu narsa nima uchun kerak? Undan nima foyda? Avomga tushuntirishga harakat qilishdi va oxir oqibat bir yigit boshqasiga meni ahmoq deb aytdi. U meni tushunmaydi deb o'yladi. Ammo men tushundim. Bundan unchalik xafa bo'lganim yo'q. Bundan yomonroq gaplarni ham eshitganman. Men shunchaki kuzatyapman. Shu xolos. Keyin bir guruh yigitlar yechinish xonasiga kirib kelishdi va ular futbol formasini kiyishni boshladilar. So'ng hammamiz maydonga chiqdik va murabbiy Fellers meni ularga tanishtirdi. U juda ko'p ahmoqona narsalarni so'zladi. Men hech narsani tushunmasdim. Chunki juda qo'rqardim. Ilgari hech kim meni notanish yigitlar bilan tanishtirmagan edi. Ammo keyin ba'zilari yonimga kelib qo'l tashlab, meni ko'rganlaridan xursand ekanliklarini aytishdi. Keyin murabbiy Fellers xushtagini chaldi. Bu meni sakrashga majbur qildi. Keyin hamma sakrab, har xil mashqlarni bajarishga kirishdi. Yana ko'p narsa bor edi, lekin barchasi men futbol o'ynashni boshlaganim bilan yakunlandi. Murabbiy Fellers va katta bolalardan biri menga atayin g'amxo'rlik qilishardi. Chunki men qanday o'ynash kerakligini bilmasdim. Biz o'yinchilarni to'sishni boshladik. Ular esa yorib o'tishga harakat qilardi. Biz ko'p marta urinib ko'rdik, lekin hamma charchagan edi. Chunki har safar nima qilishni mendan, nimani istashlarini eslay olmasdim. Keyin ular himoya deb ataladigan boshqa usulni sinab ko'rishdi. Ular 3 ta yigitni oldimga qo'yishdi va menga ularni yorib o'tishni, to'p bilan aylanib qochishni buyurdilar. Birinchisi osonroq edi, chunki men bu bolalarning yuzini pastga qaratib tashladim. Lekin ularga yigitni to'pi bilan ushlab olganim yoqmadi. Keyin ular menga katta eman daraxtini 20 yoki 30 marta ushlashni buyurdilar. Ehtimol, yaxshiroq his qilishim uchun kerakdir. Ular to'pni qanday tepishni biladi deb ishonch hosil qilganlaridan keyin meni maydonga qaytarishdi va to'pni ushlab turmaganimdan qattiq g'azablanishdi. Mashg'ulot tugagach murabbiy Fellersning oldiga bordim va unga sakrashni yoqtirmasligimni aytdim. Chunki boshqalarga zarar yetkazishdan qo'rqaman. Murabbiyning aytishicha bu bema'nilik, chunki boshqalar futbol formasida ular o'zlarini himoya qila oladi. Rostini aytganda men ularni mayib qilib qo'yishdan emas, balki g'azablantirishdan qo'rqardim. Agar hamma bilan do'st bo'lmasam, ular mening orqamdan quvlaydilar. Ba'zan men darslarga kirardim. Jinnilar maktabida bunday stressga duch kelmaganman. Bu yerda hamma narsaga jiddiyroq munosabatda bo'lishadi. Ammo ular men uchun buni shunday tashkil qilishdiki, 3 ta dars bir vaqtda o'qitildi. Bu darsda sinfda o'tirib, xayolingizga kelgan narsani qilishingiz mumkin edi. Va menga o'qishni o'rgatgan xonim 3 ta darsni o'tib berdi. U yerda boshqa hech kim yo'q edi.
Faqat men va ustoz. U shunday yoqimtoy xonim ediki, u haqida bir-ikki marta uyatsiz xayollar ham qildim. Uning ismi Henderson edi. Menga ayniqsa maktabdagi tushlik deb nomlangan dars yoqdi. Albatta buni umuman dars deb atash mumkin emas, lekin bu jinnilar maktabidan anchayin farq qilardi. U yerda onam menga sendvich, tort va ozgina meva berardi. Lekin banan emas albatta. Bu maktabda esa 9-10 stoldan iborat haqiqiy oshxona bor edi. Shuning uchun men doimo nima yeyish haqida bosh qotirishga majbur bo'lardim. Nima yeyishim mumkinligini aytishadi deb o'ylardim va taxminan bir hafta o'tgach murabbiy Fellers oldimga keldi va dedi: "Yur yigitcha, xohlagan narsangni ye, chunki ovqatlarning puli to'langan. Ana xolos." Mashq maydonida men bilan yana kim bor edi deb o'ylaysiz? Jenni Kerran. Darsda u mening oldimga kelib, meni birinchi sinfdan beri yaxshi eslashini aytdi. U shunchalik tez ulg'aygandiki, oyoqlari va sochlari uzun edi. Va muhimi, u chiroyli bo'lib ketgandi. Ammo futbolda ishlar unchalik yaxshi emas. Murabbiy Fellers ham norozi edi va menga doim baqirardi. Boshqa yigitlar to'pni ushlab olishlariga yo'l qo'ymasligim kerakligini tushuntira olmadilar. Men uddalay olmadim. Qisqasi shu. Ammo keyin hamma narsani o'zgartirgan bir voqea sodir bo'ldi. O'sha kuni men oshxonadan taom oldim va Jenni Kerranga sherik bo'lishni xohladim. Shunchaki men uni ozgina bo'lsa ham bilardim va u bilan birga o'tirish yoqimli edi. To'g'ri, u menga deyarli e'tibor bermasdi va boshqalar bilan gaplashardi. Lekin men futbolchilar bilan o'tirsam, ular o'zlarini men yo'qdek tutishardi. Jenni hech bo'lmaganda menga e'tibor qilardi. Ammo keyin bir yigit paydo bo'ldi. U ham doim Jenni bilan o'tirardi va meni masxara qilardi. U har xil jirkanch so'zlarni aytardi. Bugun bizning jinnimiz qanday? Va hokazo. Shunday qilib bu holat 1-2 hafta davom etdi. Lekin bir kuni men hozir gapiryapman-u bunga o'zim ishonmayman. Men jinni emasman dedim. U shunchaki kuldi. Jenni unga jin bo'lishini aytdi. Yigit esa bir stakan sut olib ustimga to'kdi. Qo'rqib ketganimdan o'rnimdan sakrab turib qochib ketdim. Ertasi kuni u tanaffus vaqtida oldimga kelib men bilan gaplashmoqchi ekanini aytdi. Men juda qo'rqardim. Biroz vaqt o'tgach sport zaliga borishim kerak bo'lganida u bir guruh do'stlari bilan yana oldimga keldi. Men ularni chetlab o'tmoqchi bo'ldim. Lekin u ro'paramda turib olib, yelkamga turtib, har xil noxush gaplarni ayta boshladi. Ahmoq va hokazo. Keyin qornimga urdi. Bu menga zarar yetkazmadi, lekin men yig'ladim va o'girildim-u yugurib ketdim. Eshitishimcha, ular mening orqamdan borishgan. Stadion bo'ylab yugurib chiqdim va birdan murabbiy Fellers meni kuzatib turganini payqab qoldim. Ortimdan yugurib kelayotgan yigitlar ham uni payqab qolishdi va to'xtashdi. Murabbiy yonimga keldi. Yuzi juda g'alati ko'rinishda edi. U menga tinchlanishim kerakligini aytdi. Keyin kiyinish xonasiga kirdi va o'zi bilan 3 ta rasm olib kelib, ularni yaxshiroq eslab qolishimni aytdi. Mashg'ulotga borganimizda u bizni qatorga turg'azib, 2 jamoaga bo'ldi va birdan himoyachi to'pni menga uzatib, maydonning o'ng chetidan darvoza chizig'igacha yugurishim kerakligini aytdi. Ular esa 7-8 ta bo'lib ortimdan quvlashdi. Men esa bor kuchim bilan ulardan qochardim. Murabbiy Fellers rosa xursand bo'ldi. U qichqirdi. Sakrab turib hammaning orqasiga shapatiladi. Shunday qilib meni qanchalik tez yugurishimni ko'rish uchun ko'p marta sinashdi. Lekin kimdir meni ta'qib qilsa, men juda tez yuguraman. Mening o'rnimda qaysi ahmoq boshqacha qilardi. Shundan so'ng mening vazifam o'zgardi. Yigitlar menga yaxshi muomala qila boshladilar. Keyin birinchi o'yinimiz bo'ldi. Men juda qo'rqardim. Lekin ular menga to'pni berishdi va men 2-3 marta darvoza chizig'idan o'tib ketdim. Umrimda hech qachon menga bunchalik yaxshi munosabatda bo'lishmagan. Ha, albatta. Hayotimda ko'p narsa o'zgara boshladi. Faqat men to'pni kerakli joyga yetkazish uchun odatdagidek odamlarni ag'darish kerakligiga ko'nika olmadim.
Fellersning shogirdlaridan biri meni dunyodagi eng yaxshi chopag'on ekanligimni aytdi. Bilmayman, balki u meni xafa qilishni istamagandi. Qolaversa, Henderson xonim bilan o'qishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. U menga Tom Sawyer va yana bir nechta kitoblarni o'qish uchun berdi. Qaysi biri esimda yo'q. Men ularni uyda o'qib chiqdim. Faqat u mendan test ishlashni so'raganida men unchalik yaxshi bajara olmadim. Lekin kitob o'qish menga juda yoqardi va men yana Jenni Kerran bilan oshxonada birga o'tira boshladim va bir muncha vaqt janjal bo'lmadi. Toki bir kuni uyga qaytayotganimda birdan ustimga sut quygan yigit oldimda paydo bo'ldi. Uning qo'lida tayoq bor edi va u yana meni echki, ahmoq deb chaqira boshladi. Boshqa yigitlar bizga qarab turishardi. Shu chog' Jenni ham kelib qoldi. Men allaqachon qochish haqida o'ylardim. Lekin negaligini bilmayman, qochib ketmadim. Keyin bu yigit qornimga tayoq bilan urdi. Men o'zimga bas, buni tugatish vaqti keldi dedim. Va uning qo'lidan qanday ushladim va qanday qilib boshini yordim bilmayman. Xullas, bari shu tariqa tugadi. Kechqurun bolaning ota-onasi onamga qo'ng'iroq qilib, agar barmog'imni yana tekkizsam, politsiya olib ketishini aytishdi. Men onamga hamma narsani tushuntirishga harakat qildim va u meni tushundi. Garchi juda hayajonlangan bo'lsa ham, u menga katta bo'lib qolganim uchun ehtiyot bo'lishim kerakligini aytdi. Chunki shu ketishda kimnidir mayib qilib qo'yishim mumkin ekan. Men bosh irg'ab unga boshqa hech kimni xafa qilmayman deb va'da berdim. Lekin uxlashga yotganimizdan keyingina uning xonasidan ohista yig'i tovushi eshitildi. Lekin bu holat, ya'ni yigitning boshini yorib qo'yganim negadir o'yinimga katta ta'sir qila boshladi. Ertasi kuni murabbiy Fellersdan o'yinchilarni aylanib o'tmasdan to'p bilan to'g'ri oldinga yugura olamanmi deb so'radim. U yugur bolam dedi. Men yugurdim. 4-5 ta yigitni yorib o'tib bo'sh joyga bostirib kirdim va ular o'rnidan turib yana meni quvlashlari kerak bo'ldi. Shunday qilib o'sha yili men Amerika yoshlar terma jamoasida o'ynay boshladim. Bunga o'zim ham ishonolmasdim. Onam tug'ilgan kunim uchun bir juft paypoq va yangi ko'ylak sovg'a qildi. Ma'lum bo'lishicha, u Amerika o'smirlar jamoasining mukofotini topshirish marosimiga kostyum sotib olishim uchun pulni tejagan. Bu mening birinchi kostyumim edi. Onam galstukimni o'zi bog'lab qo'ydi va men qabul marosimiga ketdim.